Баланың iştahası tutulğanda. Qo'saq ochganda bir narsa yeyish odamning tug'imiq tabiiy tutilsa, bolalarga g'izo yegizishga shunchalar kuch va hasham ketarmi? Bolalardagi ishtahasizlik navbatda nurg'unlarimizning beshini og'ritadigan masalaga aylanib qoldi. Bundan 10 necha yil burungi bir e'londa bolalarning ishtahasini ochadigan bir usulliq bolalardagi ishtahasizlikning birdan bir shifosi ha 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 deb ta'birlangan ekan. Ha-ha-hani ishlab chiqargan kichkina bir korxona shu ussizlikning sharofati bilan jiqpul topdi. Shu korxona bilan korxona xo'jayinining nomi jahonga pur ketdi. Ammo nimishqidir hozir g'izoni ko'z tumshuq ushlaydigan ishtihasiz bolalarning ko'pligidan odamning qo'qqisi keldi. Qisqasi bolalardagi ishtihasizlik navbatda nurg'ularimizning beshini og'ritadigan masalaga aylanib qoldi. Mən biladigan amal çarlarning hammasini ishga solib beqibmi, bolasi g'izo yegizolmay parishon yurayotgan ota-onalarni jiq ko'rgan. Qizim 1 yosh 8 oylik bo'lgan chog'da tuyuqsiz o'pkisi yallig'lanib qolib, kasalxonada yetib qoldi. Qizim yotgan yotoqda 3 yoshli chamasidagi yana bir o'g'il bola bor edi. U bolaning g'izo yemagi shu qadar mushkul ediki, har bir qo'shiq g'izoni ming bir mushaqqatda yutadi. U bolaning ota-onasi bolasiga g'izo yegizib bo'lolmay qilmag'ini qilmaydi. Heli aldasa, heli qo'qitib baqatdi. Heli bozordan bir narsa akilib balaga yalursa, heli uni maqtab baqatdi. Heli vaqirab dush kelsa, heli uningga yalurib baqatdi. Ish qilib u balaning g'izo yeganini ko'rgan odamning ichi seriladi. U bola gijinglik qilib ota-onasiga qaqishlatdi. Turibla g'izoni opam yegusin deydi. Buning bilan dadasi ham mo'misi talaga chiqib turadi. Ammo opasi g'izoni ishga qo'shiq yegizmayla, sen chiqib ket, dadam yegizsin deb yig'laydi. Gayda boshqa bolalarning qo'lidagi o'yinchoqni ko'rgan aman, ashundaq o'yinchoqdan elib ber, bo'lmasa yemayman deb jadal qiladi. Uni ota-onasi boshqa bolalarning qo'lidagi o'yinchoqni so'rab akilib bersa, uni o'rib-cho'rib qarab qo'yibla, bu ko'nikan, yangisini elib ber deb vaqiraydi. Ba'zi bolalar o'yinchoqni berib turishga unamasa, u bola g'azo yemay turib olib, ota-onasini ta'tir qo'ynaydi. Buning bilan u bolaning ota-onasi boshqa bolalarga o'yinchoqni birdan berib turing deb yolvoradi. Ota-onasi tilab akilib bergan o'yinchoqni ko'rib, g'azodan ilojsiz biror qo'shiq yeb baqatdi-yu, ammo ochqini haliqi o'yinchoqdan chiqarmoqchi bo'lgandek yerga otadi. Buning bilan o'yinchoqiga ichi og'rigan boshqa bolalar hadab yig'in soladi. Bir kuni faqat taqat qilib turolmay, u bolaning opasiga gapni udulladim. Bolaning mijoz bo'lmasa, ishtahasim tutilib qoldi. Bu degan normal ahvol. Cho'nglam shundaq-ku. Shu bolaning tomoqni bekmi zo'rlab kessa yaxshi bo'lmaydi. Ammo u ayol gapimni ilik oldigandek emas edi. Bu bolam odatda g'izoga bakli qayriq. Shu tini ojizlab oxiri mana mushundaq og'rib qoldi. Endi yana g'izo yemay turib olsa, texmi ojizlab kesilsa qaymaydi-da. Demisimi u bola ham tatrangu ham avoq edi. Tuyuqsizla o'ylab qoldim. Ular mushundaq qilaversa, bolaning ishtihasi yaxshilanmayla qolmasdan, axloq fazilatimi ziyon zahmat uchrab qolmasmi? Qursoq ochganda bir narsa yeyish odamning tug'mi tabiiy tutursa, bolalarga g'izo yegizishga shunchalar kuch ham hasham ketarmi? Bolasining ishtahasini ocholmay beshi qatib ketayotgan nurg'un ota-ona mundaq bir masala ustida bosh qotirishni unutib qilyotidi. 50-60 yillarda, hatto 70 yillarda tug'ilgan bolalarning qaysi biri g'izo yemayman deb qag'ishlik qilib boqqan. U zamonlarda uyda bolajiq tursa, ota-onasi qaysi biriga tomoq yuzgizib qo'yadi deysiz. U zaman bolalar orasida yemaklik bo'lsa, uni taxi yemay, och yuradiganlar yo'q edi. Ammo bolalar kunimiz yaxshilanib qolgan 80-yillardan buyon nima uchun xuddi deyishib olgandeklar g'izoga ko'ngil tatmaydigan bo'lib qoldi. Amerikalik bolalar doktori psixolog Benjamin Spark bu holatni nima uchun bolalarning ko'pinchasi g'izoni ko'z peshi og'riydigan bo'lib qoldi? Buning asosiy sababi bolalarga tomoq zo'rlashga amroq ota-onalarning ko'payib ketganligida degan ikki kalima gapga yig'inchoqlagan edi. Demisimi ota-onalarning dasturxonda bolalarning ko'ziga kirib olishi va ularni g'izoga zo'rlashi oxiri bolalarni tomoqqa o'sh qilyapti. Ya'ni turmushi boyashat, vaqti ko'p ota-onalarning yaxshi ko'ngli bolalarning ishtahasini buzyapti. Hozir bolalarning tug'ma tabiati o'zgarib qolgani yo'q. Muhimi ota-onalar hadisli bolalarning ashu tug'ma tabiatiga muxolif ishlarni qilyapmiz. Spark apandi mundaq deydi. Har qanday bolada tug'ilishida yemeklarning iqtidori va uning qitim sonini o'zining ehtiyojiga asosan tanishib turadigan iqtidor bo'ladi.
Ya'ni balalar nima yegisi va uningdan qanchalik yegisi borligini o'zi biladi. Balalarning yemak-ichmak iqtidori cho'nglar chat kirib olmasimi, o'z oldiga normal rivojlanaveradi. Aksicha bu jihatda cho'nglar balalarga hadislar daxl qilaversa oxir chatoq chiqadi. Balalarning zo'rliq jinining barcha tirkish iqtidori bo'ladi. Shunga dasturxonda biror yemak ko'ziga sat ko'rinib qolsa, uni ishkinchlab yegisi kelmaydi. Demak, balalarga tamoq zo'rlash behuda ovorchilik emas, hatto vaqt so'rag'an sari balalarning ishtihosini kordan chiqarib o'tadigan yomon odat. Boshlang'ich maktabning 5-yilida o'qiydigan bir o'g'il bolani ko'rgandim. Uning momisi ma'lum bir yezigilik fanlar akademiya yemak tadqiqot o'rnining yiroq yaqinga danqi bor mutaxassis edi. Bir qatim shu bolaning momisi bilan paranglashib qoldim. U ayolning deyishicha, ularning uyida har kuni kechki g'izoda 8 xil xurmo, bir xil sho'rb tayyorlanadi ekan. G'izo ketarlik narsalarning hammasini bolaning momisi bolalarning o'sib yetilishiga kerak moddalar asosida bir qo'lliq tanlaydi ekan. Ularning uyida xizmatkormi tamoqqa nihoyat usta ekan. Demak, bundaq oilada cho'ng bo'lgan bola boshqa bolalarga qaraganda albatta sog'lom bo'lishi kerak edi, albatta. Ammo qiziq yeri u bola boshqa saboqdoshlariga qaraganda avoqliqidan bayni yarim to'q, yarim och yuradigan musofirlarning bolalariga o'xshaydi. Uning ustiga mijozi g'alati ham chus. O'rganishda nachar edi. Bolaning opasi bolasining bu holatidan bek mansiraydi. Bolaning opasi bilan mungdashish orqali u oilaning turmush odatlaridagi ba'zi bir ushshaq xalqlarni tushunib chiqqandan keyin bolani buzdig'inimi, tuzaydig'inimi ota-ona ekan degan o'yga kelib qoldim. Ular har kuni kunlik tomoq tizimligini nihoyat ixlos bilan tuzib chiqadi ekan. Balag'imi har jihatdan bekmi ko'ngil bildi ekan. Bolaning kunda nima yeyishidan boshqa hatto uni qanchalik yeyishini belgilab beradi ekan. Bola cho'nglar belgilab bergan o'lchamdagidek yeb ketamasa, ular bolasiga shu vazifani o'rindatmoqcha bo'ldi qilmaydi ekan. Qisqasi ularning bu usuli biror mashina yasash yoki biror tub qo'noqni parvarish qilishga ishlatilgan bo'lsa, undan muvaffaqiyat qozonishda gap yo'q ekan. Ammo ularning oldidagisi mashina yoki qo'noq emas, balki mustaqil fikr qila oladigan odamda. Men u bolaning opasiga bolaning g'izosini ziyoda qilib qilib olmaslik, dasturxonda bolani hadislar g'izoga zo'rlab emaslik to'g'riliq gap qilib edim. U ayol beshini chayqadi. Ey, undaq deganingiz bilan kichik bola degan bek tumurchi keldi ekan. Bolam har vaqt g'izoda ta'kidlab turmasak, tomoq yeganda qig'ini bilan biror qo'shiq tomoqni og'ziga solib olib, chaynagan. Oxirida qochidagi tomoqning tangdan tulsi oshib qoladi. Mana hozir uni hech bir ayvash keltirib bo'lmay, "Karim nima?" deb tashlab etdik. Ayolning gapiga qarsam, uning tashlab etdik degani boshqa ish emas, balki ular bolaga tomoq zo'rlash usulini o'zgartiribdi. Ya'ni har vaqtlik g'izoda etilgan tomoqdan bolaga yo'g'on bir qochiq usib berib, qandoqlik qilmagan mush tomoqni yeb bo'lishing kerak deb bolaning oldiga qo'yib beradigan bo'pti. Qandoq bo'lmasin hozir bolaning royiga boqadigan bo'ldik. Ilgirgidek uni yemiding'u, "Mani yemamsan" deb ko'ziga kirib olmaymiz, dedi u ayol. Ammo odamni tushuntirgan yeri u bola usib bergan tomoqni go'yida toki uxlag'uchi edi ekan. Menimcha masalani bola nuqsa turib o'ylab beqinglar, dedim u ayolga nasihat talaffuzda. O'ylab boqmamsiz, cho'nglar chog'ida tomoq ko'nglimiz tatmaydigan chog'larda boshqa tomoq zo'rlasa quloqqa mushurgandek anglandi. Shunga bola bilan bu joyda to'la tirkashmanglar, ozroq yesimi mayli emasmi? Ammo u ayol gapimga shu aman o'kti qopdi. Uyay, u degan o'g'il bola tursa, iliga to'shmay ato'gilik vijik pakinak bo'lib qolsa qanday bo'ldi? Hammamizning g'ami shu, bola obdan yemasa bo'y o'smaydi-da. U ayolning shu topdagi ko'ngli menga 5 qo'ldek ayon edi. Shundaqdimi uningga bolaning ishtihosi kayfiyatiga bog'liq, bola ishtihosizlik tugasa ondan tomoq kirishalaydi. Uning ustiga boladagi ishtihosizlikni ota-onalarning yemak-ichmakka ziyoda aralashib keltirib chiqaradi degandek zagonlarni tushuntirib boqdim. Ammo u ayol gapimga quloq soldigandek emas edi. Hatto gap orlig'ida siz yemaklik, uzuqliq deganlarni o'sayotgan bolalarning qaysi uzuqliqqa qanchalik ehtiyojli ekanligini bilmaysiz. Qaynonam bu jihatda hammaning boshisi. Shunga boshqalarning aqlay ko'kilay deb yurishi hojatsiz degan ma'noni puritib o'tdi. O'rganish masalasida bolalarning ko'ziga to'la kirib olmanglar degan gapim ota-onalarning qarshiligini qo'zg'agandek, yemak-ichmakda bolalar bilan koringlar bo'lmasin degan bu gapimmi ota-onalarga yoqmaydiganligi aniq. Shunga nurg'un ota-onalarning bolalarning yemak-ichmagiga qo'l tiqmay tura olishi bekmi qiyin.
Chunki ular bu ishning behuda avorchilik, hatto mudaxil ekanligini tushunmaydi, ham uningga ishonmaydi. Aksicha uni bola ko'ngil bo'lganlik, yetaklikchilik qilganlik deb biladi. Шуңа birov ularga bola bilan koring bo'lmasin desa, go'yo ularning ota-onalik mas'uliyati va huquqiga chang salmoqchi bo'lgandek bearam bo'lib ketishidi. Amaliyotda o'rganish chekinib qolgan bolaning ko'ziga kirib olgan sari, uning o'rganishi texim chekingandek, dasturxonda bolaga zo'rliq o'xshatgan ota-onalarning oxirgi hisobda yengilmaydigani yo'q. Xo'sh, undaq bo'lsa qanday qilganda bolalarning ishtihosini oshkil bo'ldi? Bu bekmi oson. Bolani o'z mayligiga qo'yib yiting. Dasturxonda bolaga tomoqni ziyoda zo'rlamang. Bu vaqtda bek kala qatirib ketmang. Ishiningki bola qanchalik yezi bo'lganligini o'zi bildi. Bolalar ba'zi kunlari ishtihosi echilib hammani yeb boqqisi keldi. Ba'zi kunlar guldan tomoq o'tmaymi qoladi. Bu normal ahvol. Shunga g'izoni yemaklik tarkibiga asosan obdan tayyorlab dasturxonga ochiq qo'yavering. Qaysidan qanchalik haydi bu bolaning o'zining ishi. Balada ishtihasizlik kesilib ko'rilgan bo'lsa, Spark apandi yekunlagan tuvandagi bir qancha usuldan foydalanib baqing. Birinchi, posiyingizni o'zgarting. Balaning g'izalanishiga mo'tadil posiya tutib, jiq yesi maqtab, aziz tanbihlaydigan ishni hargiz qilmang. Balaning yemak-ichmak masalasida o'zingizni mulohim, xush vaqt tuting. Qachidagi g'izo balani yelkasidan bosilgan yukka aylanib qolmasin. Bala qachini qo'lga olganda ko'ngli ichila olsa, g'izoni maza qilib yeyalaydi. Ikkinchi, balada ishtihasizlik kesilib ko'rilgan bo'lsa, uning 15-20 kunda o'ngishilib ketishiga umid bog'lamang. Savrchan bo'ling. Halbuki bu yerdagi savrchanlik ko'nglingizdagi tashvishlaringizni zo'rg'a besishdan kelgan vaqtincha ig'ir besiqlik emas, balki bu vaqtda to'g'ri tunishib kelgandan keyingi tamkinligingiz ifodalansin. Baladagi ishtihasizlikni tugatishga bir qancha oy, hatto bir necha yil ketishi mumkin. Bu jarayonda balani qarab o'tirib tomoq zo'rlaydigan ishni xufiyan ko'z tushga o'zgarting. Ammo har qancha tildab ketsangizmi, burunqidek hapla-shapla qaydigan ishni qilmang. Bu tirishchanligingizning hammasi bekor bo'ladi. Uchinchi, yemeklarni birma-bir ayirib tizib olmang. Balaga mavi quvvatlik jih yegin, avining quvvati yo'q, yemagin deb yurmang. Buningda g'izoni tayyorlagan chog'da uning oziq tarkiblarini obdan moslashtirib dasturxonga ochiq qo'yavering. Dasturxonda g'izodan qaysini yeydiganini bola o'zi tanlasin. Balaga yaxshi ko'rmaydigan narsalarni zo'rlamang. Masalan, balangiz ko'ktatga go'shtga amroq bo'lsa, ko'ktatni yemasang go'sht bermayman degan gapni hargiz qilmang. Unda qilsangiz bola ko'ktatga texim o'ch bo'lib qoladi. To'rtinchi, bola tomoqni o'zi yesin, hargizmi yugizib qo'ymang. Chunki bolalar 1,5 yosh atrofida tomoqni o'zi yeyalaydigan bo'ldi. Shunga bolaga tomoq yugizaman deb avora bo'lib yurmay, zehningizni bola tomoq yeyman deb bo'lg'ayotgan narsalarni adolash qarasangiz bo'ldi. Balaga tomoqni yugizib ko'ndirib qo'yganda, uning ishtiyosig'il emas, hatto qo'l iqtidorining yetilishiga ta'sir etib qoladi. 3-4 yoshlik ba'zi bolalarning tomoqini ota-onasi yugizib qo'ymas yemaydigan, yugizgan tomoqni ishga qo'shib yutib bo'ldi qildigan yomon odat bo'ldi. Balangiz buning odatlanib qolgan bo'lsa, uni tomoqni o'zi yeyishga o'rgating. Navbati unmasa mayli. Bir ishga vaqt osh qo'ying. 2 kunga qolmayla tomoqni o'zi yeydigan bo'ldi. 5. Yemek-ichmakda balaga shart qo'ymang. Ba'zi ota-onalar hadisli balasiga tomoqni obda yesang taloq ochiq o'ynataman, o'yinchiq olib berman deydi. Bu bara-bara balani g'izoni zo'q bilan yemaydigan, hatto onasiga yemek-ichmak to'g'riliq o'rinsiz talablarni qo'ydigan qilib qo'ydi. 2008-yil 4-oyda Xunan televiziyasida bola tomoq yemiz qanday qilib degan temada suhbat programmasi ko'rsatildi. Programmada sahnaga chiqqani 5-6 yoshlardagi bir o'g'il bola edi. Balaning ota-onasi balasining baslik o'sishini bekmo orzu qildi ekan. Ammo balasi g'izo desa besh og'riydigan qiltimoq bolalardan ekan. Shunga u balaning buvisi, momisi va ota-onasi buning uchun bekmo parishon bo'lib o'tibdi. Televiziya stansiyasi taklif qilgan ma'lum bir oliy maktabning professori ularga mundaq deb taklif berdi. Meningcha, aynak saqa davolash usulini qo'llansanglar bo'g'idek. Buningda bir dona ko'mzak bilan 20 tal aynak saqa tayyorlab, o'sha saqalardan 10ni heliq ko'mzakka solib qo'yinglar. Bala tomoqni obda yegan kuni qolgan saqalardan birini ko'mzakka tashlanglar. Tomoqlik qilgan kuni ko'mzakdagi saqalardan birini elib etinglar. Bala o tumanning plastikkasini olaman deb qolsa, ko'mzakdagi saqa 20 ga to'shqanda anda elib bermaymiz deb shart qo'yinglar.
Һелىقى профессорның көрсәткән у чарасы әмәлиятта балаларны ғизаны шәrt qilib turib мәнфәәтләнишкә qiziqtiradigan әхмәқана мәслихәт edi. Программаның ахырында у чарының зады qandaq өнім beradiganligi haqida birər nima deyilmagan bolsa-mu, meningcha uning faqat bola atımınğa erişib bo'lguncha aran kar keladiganligi aniq. Uningdan keyin balaning ota-onasi balaga tamoq yegizish sharti bilan balaning yangi ehtiyojlarini birma-bir qondirishga majbur bo'ladi. Ammo balalarda unchavala kuchli iroda nimish qilsin. Shunga oz kundan keyin ota-onasining undaq maymun o'ynatishidanmi zerikidi. Demak, bu chora boladagi ishtihosizlikni negizdan hal qila olmay qolmasdan, aksicha ko'mzakdagi aynak saqini 20 ga yetkazish jarayonida jabr jafo bolani bara-bara tamoqni ko'rgan hamon tanlari tikalishdigan qilib qo'ydi. Ba'zi ota-onalar bolani g'izoga zo'rlamagani bilan hadisli bolaga yemak-ichmak to'g'riliq daratnilab gap qiladi. Bu oxir berib bolani g'izo tanlaydigan qilib qo'ydi. Bir do'stim bo'ldigan. U bolasi kichik chog'dan tartibla bolasini qaratib turg'izib qo'yib, boshqalarga bolasining qiltamoqligidan zorlanib beradi. Nurg'un qatim undaq qilmang, har qanday so'zingiz kelib ketsa-mu bola yo'q demamsiz deb askartdim. Ammo u ogohlantirishimga parvo qilmadi. Ishqilib ishki gapning birida bolasini tamoqqa o'rgatamaganligidan qaqshaydi. Uning bolasi hozir aran 11 yoshga kirgan bo'lsa-mu, ammo helitidilla oshqozondan kashil chiqib turdi. Yana bir do'stimning deb berishicha, uning o'g'li kichik vaqtida qo'y go'shiga amroq ekandiq. Ammo bolaning dadasi qo'y go'shi yemaydi ekan. Bir kuni do'stim qo'y go'shi pishiribdi. Bola go'shtini yeychu deb qo'lini shundoq utishiga dadasi, "Hey, u degan qo'y go'shi" debdi. Dadasining bu gapidan dadamning qo'y go'shini yekligini qaraganda qo'y go'shi yegil bo'lmaydigan narsa o'xshaydi deb o'ylab qolib, shuningdan keyin qo'y go'shidan chiqib ketibdi. Demak, bolaning oldidagi g'izoni yegiz kelmagan yoki ma'lum bir narsaga ko'ngil tortmagan chog'da u ishni yuzaga selishga yoki yemagan tomoqning o'rniga boshqa bir narsani almashtirib berishga oldirmang. Shu vajdan bolaga hargiz tanbeh bermang. Bilmaganga selib nimani bekrak yesa shuni akilib bering. Hatto fursat tepib, balangizning shu narsaga amroq kelganini maqtabmi qo'ying. Masalan, balangiz süt içishni xohlamasa boshqalarga, mening balamning ishtihosi bek yaxshi, faqat tomoq tanlamaydi, biror payol sütni tinmay ichib yetadi deb qo'ying. Qizim 5-6 yoshlarga kirgan chaq edi. Uni cho'ngayga elib boqaydim. Nemishqidir navrahatlarini doğrab, qo'y go'shti yemas bo'lyapti. Uyga qaytgandan keyin qo'y go'shtini pishirsam faqatla yemadi. Ammo uning bilan karim bo'lmadi. Ham o'to'g'riliq gapmi qilmadim. Uning bu qilig'ini bilmaganga selib elib, tomoqni qo'y go'shtida etiverdim. Ishq qatim qo'y go'shtida tugirassam, u qiymisi qo'y go'shtimi deb so'radi. Men "Ha, qo'y go'shti" deb javob berdim, faqat yemadi. Men ortiq gap qilmay uningga boshqa tomoq etib berdim. Qizimning qiymiliq cho'p amroq kelganini bilatdim. Shunda qilib bir kuni qo'y go'shtida qiymiliq cho'p etdim. Qizim cho'pni nihoyat ishtiyo bilan yedi. G'izodan keyin bolaning dadasiga qasdan uyda bosh go'sht qolmabdi ekan, bugungi tomoqni qo'y go'shti etdim deb qo'ydim. Qizim bu gapni anglagandan keyin dastlabda sal-pal qiydigandek bo'ldi. Ammo qursoq kirib bo'lgan narsaga nima amal? Bir kuni bozordan qo'y go'shti kavop kelib, mikro to'lqinliq o'choqda isitib edim. Mezlik kavopning hidi uyni bir oldi. Dadasi, "Kavop bek mazlik ekan, bir ishga qadak ishkim kelyotidi" dedi. Menmu, "Voy, shu emasmi? Bundaq ta'mli kavopni yeb boqmag'ili uzun bo'pti ekan" deb qo'ydim. Bu gaplardan eg'iziga suv yig'ilib ketgan qizim oxir bo'lmay kavopdan elib ishtiho bilan yegil turdi. Oxirida mundaq bir nuqtani eskartgim kelyotidi. Bolalar ushshaq-tushshaq yemeklarni imkoniyatining boricha oz yesin. Chunki bolalarning aslida tomoq oz bo'lg'achqa, ushshaq-tushshaq narsalar bilan qo'ziq tuyib qolsa, dasturxon kelganda tomoqqa qarg'isi kelmaydi. Uningdan boshqa oila muhiti bilan er-xotinning munosabatimi bolaning ishtihosiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bolalar o'zini navr tuqqanlari yoki atrofdagi bolalarga selishtirishga amroq keldi. Shunga bolalarning nazaridagi adolatsizlik yoki boshqacha salbiy kayfiyatlarmi ularning ishtihosini bo'g'ib qo'ydi. Shunga ota-onalar bu xalqlarga diqqat qilish lozim. Bir do'stimning deb berishicha, uning yaslidagi bolasi tomoq yemas bo'lyapti ekan, sahrodagi qaynonasiga telefon berib, tortlab beribdi. Do'stimning qaynonasi kelinining gapini pisantiga elib qo'ymay, 2-3 kun osh qo'ysangiz yemay nega boradi debdi. Buni anglagan do'stim qaynonasining bu gapidan nihoyat xafa bo'libdi. Rost debdi.
dedim külüp durup. Navada menden məqsəd sorğan bolsanız, mən şundaq degan bolatdım. İşenməsəniz balını 2 gün aç qoyup sınap beqing. Durus. Bu hərgizmo qıltamaq ballarga 2 gün tamaq bermanglar deganlik emas. Әмма оныңда отыры қойылған идеяны растылла әңгүштәр дейішкі болуды. Оның үнімі балладығы іштиясызлықның бірден бір шипасы. Ақақаныңкеден әлбәтте яқшы. Достымның сәхрадығы қайнанысы етқан хеліғі кәп, дәл оның мол тәжірибелерден өткен қалтысы чарысы.